Ойлағанды дүршіге деденім күлім десіңден табылмай неден оян сен тек елес бұл мен емес сен тек елес жаныма дауа сен маған ауа сен тек елес бұл мен емес жаныма дауа сен маған ауа. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan men yana Toshkent viloyati Beg'ot tumanidan Sharifjonman. Do'stlar, mana bugungi sanamiz 2025-yil 13-aprel sanasi. Do'stlar, mana ko'pchilik ko'kka qora payvand qilishni qaysi vaqtda qilish kerak, qachon qilish kerak, o'shalar haqida ko'plab savollar bo'lyapti. O'shalar savollarga javob tariqasida mana shu videoni qilyapman do'stlar. Mana ko'kka qora payvand qilishni bugun qaysi vaqtda qilishni ko'rsatib o'tmoqchiman do'stlar. Mana payvandga tayyorlab qo'ygan uzum navlarimiz mana bular. Bular har xil navlar. Bularga endi yangi buyilgi kelgan yangi navlarni uramiz do'stlar. Mana shuncha o'sgan do'stlar. Biz avvalo birinchi e'tiborimizni payvand qilishda bu ko'k navlarimiz tayyormi, tayyor emasmi, o'shani yaxshi bilishimiz kerak. Do'stlar, mana boshidan sanaydigan bo'lsak payvand qilishda, ko'kka qora payvand qilishda ko'k novdamiz 7 ta 6 ta pindik chiqargan bo'lishi kerak, o'sgan bo'lishi kerak. Mana bo'g'ini 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 ta. Demak, bu salkam tayyor bo'lgani. Pastki taraflari, biz payvand qiladigan taraflarimiz qatgan bo'lishi kerak. Chunki buni kalus hosil qilgan bo'lishi kerak. Mana men sizlarga hozir bittasini kesdim. Shu joyda oq kalus doira hosil qilgan bo'lishi kerak bo'ladi mana. Mana ko'rinyaptimi ekranda do'stlar? Mana endi rivojlanyapti oq kalusimiz. Shakllanyapti mana. Past tarafidan qilsam bo'ladi hozir mana. Ko'pchilik o'shani shoshib qo'yapti. Bunda tag tarafi chirib ketadi, past tarafi keyin. O'shaning uchun tayyor bo'lgandan keyin vaqtida qilish kerak bo'ladi. Ko'kka qora payvandimizning natijasi yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun ko'pchilik shoshilmaslik kerak. Qachonki mana shu kalus oq doira hosil qilgan bo'lsa, o'shandan keyin payvand qilishni boshlasak bo'ladi. Mana shularning hammasini bu yilga yangi sortlarga payvand qilish niyatimiz bor do'stlar. Bugungi qisqacha ma'lumotim shundan iborat edi do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda yana mana shu ko'kka qora qilishda xudo xolasa 2-3 kundan keyin yana bitta chiroyli video qilib chiqaramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar do'stlar.